Shahzoda Abdulhamidxon bilan suhbat qurar ekanmiz, O'zbekistonga borganmisiz? Buxoroga, Samarqandga, Xorazmga, u sizlarning ota yurtingiz. Agar xohlasangiz boraman desangiz, men sizga sherik bo'lib boraman, sizga butun O'zbekistonni tanishtiraman deb taklif bildirdim. Shunda aytdilar. Men O'zbekistonga bordim. O'zbekistonga borgan paytim hech kim tanimadi meni. Borgan paytimda hattoki kirish mumkin bo'lgan ayrim joylarga ham kira olmadim, afsuski. Ziyorat qilishni reja qilgan juda ko'p rejalarim bor edi, ammo yaxshi kutib olinmaganligi yoki bo'lmasa sharoitlarning yaxshi bo'lmaganligi sababdan qaytib kelishga majbur bo'ldim deb aytdilar. Shunda bildimki, demakki O'zbekiston ahli hali Sulton Abdulhamidni tanimaydi. Demakki o'sha paytda bildimki, Sulton Abdulhamidni tanish uchun nima ishlardir qilishlik kerak. Shunda Shahzodadan so'radim. Shahzoda, menga bir mavzu juda ham qiziq. Abdulhamidxonni yaxshi tanishmaganligi uchun sizni tanishmabdi. Usmonli tarixi bizda tarix kitoblari o'rgatilmaydi va o'rgatilsa ham juda ham qisqa mavzuda o'rgatiladi. Mana shu kitoblar bo'yicha ish qilsam, qo'limdan kelgancha Usmonli tarixi va Sulton Abdulhamidni tanishtirishga harakat qilsam, qanday kitob tavsiya qilasiz degan paytimda, o'sha paytida yaxshimi, yomonmi, bizga yoqadimi, yoqmaydimi, Abdulhamidxonni o'zini davrida yozilgan manbalarni tarjima qilishga harakat qiling. Chunki undan keyingi davrda yozilgan juda ko'p kitoblarda bo'xtonlar juda ham ko'p deb aytgandilar.